Abduqodir Husanov Angliyadagi ilk sovrinni qo'lga kiritdi. Bu shunchaki gap emas, bu tarix. Bu o'zbek futboli uchun yangi sahifa. Bugun Wembley stadionida nafaqat final o'tkazildi. Bugun yangi qahramonlar paydo bo'ldi va eng asosiysi Manchester City yana bir bor hammaga o'z darajasini eslatdi. Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, siz yana futbol kanaldasiz. Bugun biz Angliya Kubogi finalini tahlil qilamiz. Arsenal va Manchester City. O'yin boshlanishi bilan darhol sezildi. Manchester City o'z uslubida. To'p nazorati, pozitsion hujum, sekin va ishonchli bosim. Arsenal esa ko'proq qarshi hujumga tayanishga majbur bo'ldi. Lekin shuni tan olish kerakki, birinchi bo'limda eng xavfli vaziyatlar aynan londonliklardan chiqdi. Trossardning zarbasiga ozginagina aniqlik yetishmadi. Saka qanotdan yorib kirdi, lekin yakun yo'q. Martinelli harakatda bo'ldi, ammo so'nggi nuqtani qo'ya olmadi. Aynan shu yerda asosiy muammo ko'rinib qoldi. Arsenal vaziyatlar yaratdi, lekin uni golga aylantira olmadi. Ikkinchi bo'lim boshlandi va City butunlay boshqa rejimga o'tdi. Tempo oshdi, bosim kuchaydi va xatolar boshlandi. 60-daqiqada Sherki ajoyib uzatmani amalga oshirdi. Kepa esa to'pga chiqishda xatoga yo'l qo'ydi. Bundan Nico O'Reilly unumli foydalandi. 1-0. Bu gol nafaqat hisobni ochdi, balki o'yinning ruhini o'zgartirdi. Arsenal ruhan sinib qoldi. City esa yanada ochildi. Oradan atigi 4 daqiqagina vaqt o'tdi. Yana hujum, yana bosim va yana o'sha O'Reilly. Bu safar bosh bilan aniq, sovuqqon va professional zarba berdi. 0-2 va final deyarli yakunlandi. Pep Guardiola yana bir narsani isbotladi. Finalda chiroy emas, natija muhim. Bugungi o'yinning qahramoni Nico O'Reilly 2 ta gol urdi. Lekin biz uchun eng katta yangilik Abduqodir Husanov Angliyadagi ilk sovrinni qo'lga kiritdi. Bu shunchaki yutuq emas, bu o'zbek futboli uchun yangi daraja. Do'stlar, agarda sizga mana shunday real, professional futbol tahlillari yoqsa, kanalimizga obuna bo'ling va Abduqodir Husanov uchun like bosishni unutmang. Yana futbol doimo siz bilan.